yangi uyimiz. Voy, chiroyligina. Chiroylimikan? Meni xonam qani? Ana, endi yangi uyda maza qilib yashaymiz. Endigina uy oldim deganimda yangi uyda ham shuncha muammo bo'ladimi? Aynan mana shu holat, ya'ni yangi uylardagi muammolardan norozi bo'layotgan Farg'ona viloyati Rishton tumani markaz MFI hududida yashovchi fuqarolar Millar dasturiga murojaat qildi. Biz bu xonadonlarimizni 2022-yil qabul qilib olganmiz, lekin o'sha yildan beri bizning uyimizda na yomg'irda, na shamolda o'tirishni iloji yo'q. Yomg'irda mana ko'ryapsizlar, tog'orachalarni qo'yib, svetlarda shnurni kabellarni oldidan suvlar oqib o'tiradi. Ovqat qilishni ham iloji yo'q. Shunaqa shamolda ovozi kiradiki, bolalar qo'rqqanidan uxlolmay chiqadi tonggacha. Oynaklarimiz ochilsa yopilmaydi, yopilsa ochilmaydi. Tagidan shunday shamol sovuq kirib o'tiradi, yostiqlarni tirab o'tiramiz. Mana shu uyimda orqalarida, endi uyimda ichi ham shu holatda. Mana ko'ryapsizlar, 2 yil bo'lmagan uylar. Betni biz shipiraveramiz, ertalab shipirsak, obeddan keyin yana shu ahvol. Yomg'irda podyezddan suv o'tadi. Hozir ko'rgan bo'lsalaring, chakkilab suv oqyotibdi. 1 oydan beri o'sha yomg'ir yog'masa ham hattoki suv oqyotibdi. Yozda issig'ida ham, qishda sovuq kunlarida ham mana shu farzandlarimiz uchun o'ynash uchun joy yo'q. Yozgi kunida issiq havoning hisobidan bizda podvalimizda suv to'planganligi hisobidan juda darajada chivinlar ko'payib ketadi va qishki kunida endi chakka, tomdan chakka o'tadi. Bunda biz majburmiz tog'oracha yo paqircha qo'yib qo'yishga. Tomga chiqish joyi yo'q. Favqulodda pojarniy bo'ladigan bo'lsa, bilmayman qanaqa chiqishadi. Narvani qo'yib berishmaydi. Ertamataniga shamol kelsa, hamma musor shekka tushadi. Aholi noroziligi sabab bo'layotgan bu muammolar qachon bartaraf etiladi? Manzilga kelgan mas'ullarga yuzlanamiz. Masala bo'yicha ko'rib o'rganib chiqdik. Kun kech bo'lib qolgani uchun chordoqlarni ko'rmoqchi bo'lib tepaga chiqdik. Ko'rdik suv oqayotgan holatlarni. Bu bo'yicha o'zimiz uchun reja qilib oldik. Qurilish bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari zimmalariga olishdi. 1 oy muddatda hamma yoqni joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. 15-dekabrgacha Xudo xolasa joy-joyiga qo'yib bartaraf qilamiz. Mas'ullar tomonidan berilgan muddatdan so'ng Millar mavzuga albatta qaytadi.